Ojon, bugun uydasiz a? Ha, uydaman. Cho'poncha taomingizdan tayyorlab bering. Rosa ishtaha bilan yegim kelib turadi. Hozir Akobirxon yo'lga chiqib turadilar. Aytaman, masalliqlarni o'zlari bilan olib keladilar. Birgalikda sizga zo'rlab cho'poncha taomini tayyorlab beramiz. Assalomu alaykum, keldim. Akobirxon bilan bugun sizlarga bir martada o'xshab chiqadigan cho'poncha taomi bilan bo'lishamiz. Barragini qo'zichoq go'shtini videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Go'shtni idishga solib marinovka qilib olamiz. Tuz va gazli suvni qo'shib aralashtiramiz. Yarim soatga ustini yopib qo'yamiz. Go'sht tayyor bo'lguncha o'choqqa o'tni yoqib, kartoshkani tayyorlab olamiz. Qizigan qozonga yog'ni solamiz va cho'poncha taomi bilan birga iste'mol qilish uchun salat tayyorlab olamiz. Pomidor, bodrin, piyoz va ko'katlarni solib, tuz, yog' qo'shib aralashtiramiz. Qizigan yog'ga kartoshkalarni solib, tilla rang bo'lguncha qovuramiz. Pishgan kartoshkani ustiga tuz, ko'kat, chesnok qo'shib aralashtirib qo'yamiz. Yog'ga go'shtni solib, 5 daqiqaga qovurib, idishga olib, 10 daqiqaga ustini yopib qo'yamiz. Qizigan yog'ga go'shtni ikkinchi marta solib, qizarguncha qovurib olamiz. Uy sharoitida mazali bo'lib pishadigan taomimiz tayyor bo'ldi. Siz ham tayyorlab ko'ring va yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Aytgancha, agar retsept yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keling, ovqat tayyor bo'ldi.